Uydan chiqmasdan analiz topshirish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? 2030-yilga kelib 25 milliard dollarni tashkil etadigan sohalardan biri aynan shu: navbatlarsiz uyda o'tirib analiz topshirish. Bu Shark Tankning omadli loyihalaridan. Deyarli 3 milliard dollarlik qiymatga chiqib bo'lgan loyiha Everlywell. Qo'llanilishi oddiy. Do'konga borasiz, o'zingiz topshirishingiz kerak bo'lgan analiz uchun testlarni xarid qilasiz. Masalan, gormon yoki immunitet. Va uyda topshirasiz, shifoxonaga yuborasiz va 5-7 kun ichida javoblarni onlayn shaklda qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi, hech qanday navbat va janjallarsiz ushbu jarayonni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Loyihani 2015-yilda Julia Chek tashkil qilgan. 2017-yilga kelib kompaniya qiymati 20 million dollarga yetganda Shark Tankka boradi va u yerda kompaniyaning 5% evaziga 1 million dollarlik investitsiyani qo'lga kiritadi. Eng gullab yashnagan payti esa Covid davriga, ya'ni 2020-yil atrofiga to'g'ri keladi. Test narxlari turiga qarab 15 dollardan 250 dollargacha bo'ladi. Xo'sh, puliga arziydimi? Izohlarda yozib qoldiring.